Bugungi kunda mana G'ijduvon tumanimizga jami 750 dona issiqxona olib kelindi. Mazkur bazamizda 70 ta mahallamiz hokim yordamchilari, mahalla yetiligi, fidoyilik bilan 5 ta toifamizdagi ishsiz, provatsiyada turgan, nogironligi bor hamda migratsiyadan qaytgan fuqarolarimizni bandligini ta'minlash, ularga daromad manbai yaratish maqsadida issiqxonalarni tarqatib, joylarda quruvchilarimiz mavjud. Mana shu quruvchilarimiz mahallalarga borib 5 toifadagi oilalarimizni uyga qurib berishlar tashkil etyapmiz. Aholini bandligini ta'minlash maqsadida issiqxonalar tarqatish bilan shug'ullanyapmiz. Mani mahallamda bugungi kunda 18 ta talab bor va biz shu 18 ta xonadonga shu issiqxonani etib qurib, urug'igacha, hattoki qurishigacha to birinchi hosil olguniga qadar biz o'shani boshida turib nazoratimizda bo'ladi. Bundan maqsad shuki, aholini daromadini oshirish.